Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun 7-aprel 2025-yil Agrobank Qarshi filiali boshqaruvchisi Qahhor Iqbolov nima murojaatlar bo'lsa eshitib, o'rganib, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun agar amal bo'lsa bir toshdan murojaatlar bo'lsa aytsanglar, boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Shu 17 million kredit olmoqchi edik chorvachilik yo'nalishi bo'yicha. Ism familiyangiz kim? Uzoqov Elzat. Chorvachilik. Bo'lsa, kerak hujjatlaringizni xodimlaringizga topshirsangiz, vaqt yana qo'shimcha aytishadi. O'rganib chiqib, yozib bo'yicha ijobiy hal qilib chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Men Hamroyevadilar qurilma 50 million kredit olmoqchi edim. Qaysi mahalladan so'qdi? Alisher Navoiy. O'tirib gapirmayman. Ochilov Oybekga uchrashasiz, o'sha bankamiz xodimi. Oybekga aytasiz. Shu hujjatlarni olib chiqarib beramiz. Qaysi mahalla? Yangibotash mahallasi. Sizga hujjatlarni olib ko'rib chiqamiz. Lazım o'rganazar olib, lazım yurishasiz. Assalomu alaykum. Men Said Ramziddinman, Mustaqillik mahallasidanman, Qozoqistondan. 17 million kredit olmoqchi edim. Teplitsam bor. Bormi? Teplitsam bor. Bo'lsa nima qilmoqsiz? Shuni qayta ishlashni plankasi tamom bo'lgan misol uchun. Ta'mirlar Shunga kredit so'ramoqchi edim. O'z bor ko'ramiz. O'sha qayta ta'mirlashga qancha xarajat bo'ladigan bo'lsa, qilib beramiz. Hujjatlarni topshirsangiz, o'sha ko'rib chiqib, tezlashtirib chiqarib beramiz kreditingizni. O'sha lazimga uchrashasiz, xudo nazar lazim xodimimizga qilib beramiz, hujjatlarni oladi. Rahmat.